Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan axborot texnologiyasi jihozlaridan uzoq muddat foydalanishning sog'liqqa ta'siri haqida gaplashamiz. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Axborot texnologiyasidan uzoq muddat davomida foydalanish bilan bog'liq salomatlik muammolari haqida bilish. Aksariyat maishiy qurilmalar va jihozlarda uchraydigan mikroprotsessorlarning insonga ta'sirini o'rganish. Kundalik hayotda foydalanadigan kompyuterga asoslangan jihozlarning ko'payishi tufayli salomatlik va xavfsizlikka yangi tahdidlarning oldini olish. Qadrli o'quvchilar, bugungi darsimizda axborot texnologiyalari jihozlaridan foydalanishning ba'zi zararlari haqida to'xtalib o'tamiz. Aksariyat maishiy qurilmalar va jihozlarda uchraydigan mikroprotsessorlarning ta'siri insonlarga juda ham ko'p bo'sh vaqt taqdim etmoqda, ammo asosiy kamchilik jismoniy harakatning yetishmasligidir, chunki aksariyat og'ir jismoniy vazifalarni bajarishni mashinalar o'z zimmasiga olgan. Biroq anchasi, masalan, ularda uchraydigan kichik miqdordagi radioaktiv moddalarning xavfi hali isbotini topmagan. Bosh barmoq, bilak, ko'z, bo'yin va orqa mushaklarni haddan ortiq ishlatish bilan bog'liq salomatlik muammolari tez-tez uchrab turadi. Axborot texnologiyasining salomatlik uchun zararlaridan yana biri boshqalar bilan suhbatlashish yoki yozishishga bo'lgan doimiy ehtiyoj oqibatida kelib chiqadigan stress bilan bog'liq. Ba'zilar xabar yoki qo'ng'iroq bo'lmasa, xabar keldi yoki qo'ng'iroq bo'ldi degan tasavvurda hayoliy qo'ng'iroqlarni boshdan o'tkazar ekan. Ko'plab foydalanuvchilar noutbuklarni yotoqxonada yoki yotog'ida saqlaydi. Ekrandan taraluvchi sun'iy yorug'lik ularning uxlash tarziga salbiy ta'sir qiladi. Chunki bu qondagi yaxshiroq uxlashga yordam beradigan melatonin moddasining kamayishiga olib keladi. Takrorlanuvchi zo'riqishdan shikastlanish RSI kasalligi asosan klaviatura yoki sichqonchadan bilak mushaklarini zo'riqtiradigan takroriy harakatlarni bajarilganda yuzaga keladi. Bu og'riqli holat bo'lib, hozirda qonunchilik kompaniyalarini RSI holatlarini qisqartirish strategiyalarini qo'llashga undamoqda. Salomatlikni saqlash va texnika xavfsizligi tartib-qoidalariga muvofiq ko'plab kompaniyalar ish rotatsiya strategiyalarini qo'llash orqali o'z xodimlarining RSI xavfiga yo'liqmasligini ta'minlaydi. Ish rotatsiyasi strategiyasiga amal qiluvchi xodimlar bu kasallikdan shikastlanishga sabab bo'ladigan bir xil ish bilan muntazam shug'ullanmaslik uchun bir necha soatda boshqa ishni bajarishga o'tadi. Salomatlik bilan bog'liq boshqa muammolar. Tananing orqa qismi bilan bog'liq muammolar juda past yoki juda baland joylashtirilgan kompyuterdan foydalangan holda uzoq vaqt bukchayib o'tirish natijasida, ko'rish qobiliyati bilan bog'liq kasalliklar esa yorug'likning yo'nalishi va yarqirash muammolari sababli yuzaga kelishi mumkin. Salomatlik bilan bog'liq bu xatarlarning ba'zilarini yengib o'tish strategiyalari, foydalanish odatlaringizdan ogoh bo'lish va axborot texnologiyasidan foydalanish usulingiz biror salomatlikka oid muammoga sabab bo'layotgani yoki yo'qligini baholashni o'z ichiga oladi. RSI ga olib keladigan mushak bilan bog'liq muammolar bir xil holatda axborot texnologiyasi qurilmasidan foydalanadigan vaqtingizni kamaytirish kerakligini ko'rsatadi. Holatingizni o'zgartiring, qulay sozlanadigan kurslardan foydalaning yoki bir xil holatda ishlashdan o'zini tiklab olishi uchun barmoq, bilak, orqa va bo'yningizga biroz dam bering. Qisqa tanaffuslar qiling. Shuningdek, ekraningizni yorug'lik to'g'ri burchak ostida bo'ladigan holda joylashtirish orqali ko'zingiz yoki ko'rish qobiliyatingizga shikast yetkazish ehtimolini cheklang. Yorqinlikka qarshi ekranlardan foydalanishingiz yoki shaxsiy ehtiyojlaringizga muvofiq matn yoki tasvir o'lchamini kattalashtirish uchun ekranni o'zingizga moslashtirishingiz ham mumkin. Ideal holatda kompyuter ekrani ko'zingiz bilan bir xil balandlikka joylashtirilishi kerak. Orqa bilan bog'liq muammolarning oldini olishda yordam berish uchun sozlanadigan kursi yoki maxsus ergonomik klaviaturalardan foydalaning. Uzoq vaqt kompyuterdan foydalanishdagi boshqa oqilona amaliyotlarga muntazam qisqa tanaffuslar qilish, shuningdek mashq qilish va to'g'ri ovqatlanish kabilar kiradi. Xulosa qilib aytganda, kundalik hayotimizda axborot texnologiyalarining o'rni oshgani sayin uning salomatligimizga ta'siri ham tobora kengayib bormoqda. Shuning uchun o'zingizning sog'lig'ingiz haqida ham o'ylab turish kerak. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.